Ko'pchilikka ma'lum, ko'z tubi qon tomirlarida tekshirish jarayonida yangi qon tomir o'sayotgan bo'lsa, bunday holatda anti-VEGF preparat ko'z tubiga yuboriladi va yangi o'sayotgan qon tomir anti-VEGF preparat ta'sirida quriy boshlaydi. Har bir yuborilgan anti-VEGF preparat ko'z ichida 28 kun mobaynida ta'sir qiladi. Qayta nazoratda OKT yoki angiografiyada tekshirilganda yangi qon tomir o'sish davom etsa, anti-VEGF preparat ham ko'z ichiga yuborish davom etishimiz shart. Agarki birinchi marta qilingan inyeksiyadan keyin yangi o'sayotgan qon tomir qurigan bo'lsa, bunday holatda hech bo'lmasa 3 marta anti-VEGF qilib qayta nazoratga ko'rganimiz shart. Shunda 3 seans anti-VEGF preparat olinganda yangi qon tomir qayta o'sish foizi juda pasayadi va ko'rish qobiliyati saqlanib qoladi.